Bugun qayoqqa qaramang, hamma investitsiya haqida gapiryapti. Passiv daromad, aktiv daromad, tez boyib ketish vasvasasi. Lekin aslida to'g'ri joyga investitsiya qilib, real passiv daromad manbasini yaratish qanday bo'lishi kerak? Keling, buni elektromobil zaryadlash stansiyasi misolida ko'rib chiqamiz. Avvalo, xarajatlar. Bir stansiyaning o'rtacha qiymati 130 million so'mdan 160 million so'mgacha. Joy ijarasi uchun taxminan 10-15%. O'rnatish xarajatlari 20-30 million so'm. Umumiy hisobda bir stansiyani ishga tushirish uchun 150 million so'mdan 180 million so'mgacha sarmoya kerak bo'ladi. Endi savol: mijozni bu stansiyaga kim jalb qiladi va kim olib keladi? Bu yerda Volt Avto ishga tushadi. Biz mijoz oqimini shakllantiramiz, xaritaga joylaymiz va marketingni to'liq yuritamiz. Endi daromad qismiga o'tamiz. Agar bir yangi stansiya ishga tushgach, kuniga o'rtacha 10 ta elektromobilga xizmat ko'rsatsa, har biri o'rtacha 80 ming so'mlik zaryad olsa, bu kuniga 800 ming so'm tushum degani. Xarajatlarni hisobdan chiqarganimizda sof foyda kuniga 250 ming so'm atrofida bo'ladi. Demak, oyiga 7,5 million so'm passiv daromad. Endi sarmoya qoplash davrini ko'ramiz. 160 million so'mlik sarmoya, 7,5 million foyda. Taxminan 22-23 oy. Ya'ni 2 yilga yetmasdan to'liq qoplanadi va keyingi yillarda toza foydaga ishlaydi. Bu eng boshlang'ich holatdagi hisob. Stansiya mijozlar oqimini shakllantirib olgandan so'ng kunlik savdo hajmi tabiiyki oshadi va qoplash muddati yanada qisqaradi. Agar siz ham elektromobil zaryadlash stansiyalari orqali barqaror passiv daromadga ega bo'lishni xohlasangiz, izohlarda bir raqamini qoldiring. Biz o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz.